Internetda mashhur bo'lgan dalnabo'yshikni rasmini ko'rganmisiz? Uzoq vaqt gruzovik haydab, quyosh asosan bir tarafiga tushgani uchun o'sha tarafi qanchalik o'zgarganiga e'tibor bering. Buning sababi quyoshdagi ultrabinafsha nurlar. Aynan ular quyoshda kuyishga aybdor. Radiatsiyasi teri saratoni ehtimolligini oshiradi. Kollagen parchalagani uchun vaqtli ajinlar tushadi. Pigmentatsiya, ya'ni dog'larning sababchisi ham shu. Yechimi oddiy: SPF, ya'ni quyoshdan himoyalovchi faktor. O'zbekistonda ultrabinafsha indeks asosan o'rtachadan baland. Shunga u xotin nimadan boshlagan ma'qul deb so'rashsa, SPF deb javob beradi. Endi SPF turlarini ko'raylik. SPF 50 da 50 nima degani? Terining o'zini himoya vaqtini 50 marta oshiradi degani. Ya'ni SPF siz quyoshda 10 minutda kuyib qolsangiz, SPF 50 bilan 500 minut, ya'ni 8 soat yurishingiz mumkin. Lekin suzganda yoki terlaganda har 2 soatda yangilab turish kerak. Endi esa men o'zim ishlatadigan SPFlar. Skin 1004 dan, Beauty of Chason, Round Lab beryozovoy sok. Hozir yaxshi SPFlar aslida juda ko'p. Shunga ishlata qoling o'zi. Kommentda esa sizga yoqadigan SPF ni yozib qoldiring. Bundan tashqari SPF ning qalin qavat bo'lishi juda muhim. Dermatologlar oddiygina qilib ikkita barmoqqa yetadigan SPF yuz va bo'yinga yetadi deb aytishadi.